Shahar hali uyg'onmagan, Ion S esa allaqachon tayyor, jim, sokin, o'zini bilgancha turibdi. Bugungi obzorimizni boshladik. Mashina jim yuradi, lekin 204 ot kuchi jim bo'lishga majbur emas. Kerak bo'lsa, yo'lga ham gapini o'tkazadi. Ovozli boshqaruv bor deyishadi-ku, bu yerda rostdan ham ishlaydi. Derazani och desangiz ochiladi. Konditsioner ham ovozli ishlaydi. Bu salonga o'tirganingizdan keyin chiqqingiz kelmaydi. 360 daraja kamera, avtomatik tormoz, adaptiv kruiz. Siz faqat rulda o'tiring, qolganini Ion S hal qiladi. Yanada osonroq bo'lishi mumkinmi? Yo'q. To'liq zaryadda 480 km kun davomida, hatto hafta davomida bemalol yursangiz bo'ladi. Har safar zaryad qani deb o'ylamaysiz. Ion S jim, aqlli, bezovta qilmaydi. Qulay, zamonaviy, benzinga ehtiyoji yo'q. Test drive'ga yoziling. Batafsil ma'lumot izohlarda. Keyingi obzorda ko'rishguncha.